Yusuf Hasajib va Machiavellining selishtirmasi. Yusuf Hasajibni bugungi kunda G'arbning siyosat otasi deb atalgan Machiavelli bilan selishtirishga bo'ladi. Machiavellining nurg'un ideyalari G'arbdagi nurg'un hokimiyat va siyosiy yo'llar tarafidan qo'llanib kelingan. Hozirmi ko'p sonli siyosiy yo'llardan tortib, cho'ng savdo guruhlargacha huquq ko'rishida Machiavellining yo'lini tutib kelmoqda. Hatta Xitoymo Machiavellining nurg'un ideyalarini Uyg'urlarni bostirishga ishlatgan. Yusuf Hasajib taxminan 1019-yili Qaraxonlar poytaxti Ordo kent Qashqar yenidagi Xuz Ordo balasag'inida dunyoga kelib 1085-yili Qashqarda olamdan o'tgan. Uning dunyoga mashhur shahona asri Qutatqu bilik, ya'ni baxt keltirguchi bilim degan ma'noda bo'lib, sop Uyg'ur tili, ya'ni ayni chog'dagi barliq turklarning fasohatlik va o'lchamlik shivisi bo'lgan Xaqoniya tilida yozilgan. Ayni chog'da vatanimizdagi cheklik sharoit va nozuk siyosiy vaziyatlar tufaylidan bu asarni orallah davlatni idora qilish to'g'risidagi ta'limot deb aytadigan bo'lsak, hamda haddimizni tik tutib, mag'rur holda bu kitobni Uyg'urlarning hukmdorlik dasturi deb atay olamiz. Niccolo Machiavelli 1469-yili 3-mayda Italiyada tug'ilib, bir mezgil huquq tutgan. Ondan tajribalari asosida 1514-yili Hukmdorlar dasturi nomli asarni yozib chiqqan. Machiavelli bu asar orqali jamiyatni o'z xohishi bo'yicha, o'zi xohlagancha vosita tanlamay tuzashning mumkin ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Oqibat bu kitob keyingi qonxo'rlar va jallodlar uchun bebaho dasturga va siyosiy qiblanomaga aylanib qolgan. Machiavellizmda tasvirlangan podshohlik va siyosiy kuch nazariyasi, ya'ni Machiavellizm barliq hukmdorlarning o'zini mustahkamlash va davlatni idora qilish prinsipi bo'lib qolgan. Ikki asarning ba'zi o'rtaqliklari. Machiavelli jamiyatning hukmdorlar tarafidan idora qilinadiganligini o'tirg'a qo'ygan. Shundaqla podshohlik tuzumini himoya qilgan. Niccolo Machiavellining hukmdorlik dasturi nomli asari mohiyat jihatdan Yusuf Hasajibning Qutatqu bilik nomli asariga o'xshab qoladi. Har ikki asar yozilib bo'lgandan keyin podshohga taqdim qilingan. Har ikki asarda jamiyatning tartibini tuzash tashabbus qilingan. Har ikki asarda podshohlik tuzum himoya qilingan. Har ikki asar jamiyatni va davlatni o'zgartirishning mumkinligi o'tirg'a qo'yilgan. Her ikki asar hukmronlikning siyosiy falsafasini aks ettirib bergan. Her ikki asar jamiyatda siyosiy qalaymaqonchiliklar yuz berayotgan orqa ko'rinishda yozilgan. Hukmdorlik dasturi yot davlatlarni qandoq bo'ysundirish, qandoq kontrol qilish, siyosatni qandoq yurgizish, qandoq hukmdor bo'lish qatorliq strategiyalik masalalarni tahlil qilsa, Qutatqu bilik jamiyat, inson, din va madaniyatning nima ekanligini cho'ng doiradan tahlil qilish orqali u dunyo bilan bu dunyo, hukmron bilan bo'ysung'uchi jamiyat bilan inson orasida tangpungliq qurish uchun haqiqat izlaydi. Yusuf Hasajib va Machiavellining fikrlaridagi mohiyatlik farqlardan bir qism selishtirma. Yusuf Hasajib hukmronlarga butun xalqqa chin dilingdan kuyimchan bo'lib, elni puxta qo'g'da deb xitob qiladi. Niccolo Machiavelli bo'lsa, yo'lbos har qancha botir bo'lib ketsin, aman o'zini qiltoq va to'zoqdan qo'g'dab qololmaydi. Tulka har qancha ilgar bo'lsin, baribir yirtqich bo'rilardan o'zini qo'g'day olmaydi. Şuna hükümdar tozaqni bilalaydigan tulka yavuz bo'rilarni qo'rqita oladigan qaram yo'lbos bo'lishi lozim deydi.
Machiavelli yana oq ko'ngillik, sexiylik, vafadarlik qatorli xislatlar bir hukmdor uchun zarur bo'lib ketishi natayin. Ammo hukmdor boshqalarga ana shu esil xislatlarning egisida ko'rinishi kerak. Shuningdek, hukmdor o'zining yovuz tabiatini qandoq niqoblashni bilishi kerak va ulug' saxtbaz, ulug' makkarga aylanishi kerak deydi. Yusuf Hasajib hukmdorga adolatning davlatni halokatdan saqlag'uchi asos ekanligini, xalqni qo'rqitish bilan emas, kuyimchanlik va tanqo'rsoqlik bilan moyil qilib qalbni utishning davlatni davomliq qudrat topqizadigan sabab ekanligini, shaharlarni fath qilishdan ko'ngillarni fath qilishning unimining qaltis yuqorligini izchil ta'kidlagan bo'lsa, Niccolo Machiavelli dal aksicha fashistik radikal fikrlari orqali hukmdorlarga adab o'z xalqiga zo'ravonlik va terrorlik vositasi ishlatib hokimiyatni saqlab qolishga va podshohlik huquqlarini vosita tanlamay kuchaytirishga chaqiriq qilgan. Bugungi kunda Yusuf Hasajibning ideyasi Amerika qatorliq erkin davlatlarning siyosatida o'z ifodasini topsa, Machiavellining ideyasi Xitoy qatorliq mustabid davlatlarning siyosatida aks etadi. Dunyo qonunchilik tarixida buyuk o'rin tutgan Yusuf Hasajib jahonda tuzmaklik qonun va nizam, kishiga kishilik qilishdir tamom deyish orqali qonun tuzish va uni ijro qilishdagi maqsadning faqat birli buyuk narsani, ya'ni insonparvarlikni nishon qiladiganligini ko'rsatgan bo'lsa, Machiavelli qonun va qonunchilikning haqiqiy maqsadini hukmron guruh va ularning qo'llovchilarining manfaatlariga kafolatlik qilishning asosi boshqa millatlarni ezish va yo'qotish deb ko'rsatgan. Har qanday millatning tuyg'ulari va milliy psixikasi farqli bo'lg'achqa, ularning shay'larga va insondan sodir bo'ladigan qilmishlarga tutgan kishilik pozitsiyasimi o'xshash bo'lmaydi. Shunga tuyg'uning o'xshamasligi tufaylidan bir millat go'zallik deb qaragan narsani ikkinchi bir millat razillik deb tushunadi. O'rislar garchi o'zini demokratik va xalqchil millat deb atab olgan bo'lsa-mu, biroq hozirmi 16-asrdagi qonxo'r qahrli Ivan, 18-asrdagi qonxo'r Petr, 20-asrdagi Yosif Stalinning barliq jinoyatlarini go'zallik va madilashga tegishlik to'hfa deb qaraydi. Dal aksicha biz Uyg'urlar o'z dushmanimiz bo'lgan Xitoylarning bo'lsin yoki biz umrimizda ko'ribmi boqmagan Iroq alladagi jallodlarning bo'lsin, hammasining jinoyatlarini razillik va yovuzlik deb qaraymiz. Chunki bizning e'tiqodimiz va necha ming yillik urf odatlarimiz haqni haq, nohaqni nohaq, oqni oq, qorni qora, birni bir deydigan lilla qimmat qarashga asos solgan. Чоңлашқы Yusuf Hasajib o'tirg'i qo'ygan go'zallik qarshi va axloq qarshiga nazar solsaq, Machiavellining go'zallik qarshi dal Yusuf Hasajib izchil tashabbus qilgan qimmat qarashlarning qarama qarshisi bo'lib chiqadi. Yaqinqi 12 asrlik milliy tariximizga nazar soladigan bo'lsak, hozirgi Uyg'ur axloqining mohiyati dal samimiyat, hurmat, adolat, yaxshilik, qadr-qimmat, barobarlik va birlikni asos qilgan holda shaxsning oilaga, jamoatga, jamiyatga, tabiatga, millatga, vatanga, shundaqla insoniyatga va ularning taqdiri, mavjudligi va istiqboliga bo'lgan mas'uliyatidan iborat. Yuqorqi yuksak qimmat qarashga ega bebaho axloq o'lchamlarimizni siyosiy maqsadga yetish uchun har qanday axloqsizlikni qilishga bo'ladi. Davlatning mavjudligi uchun har xil yomon harakatlarni qilish foydali va yaxshidir. Buyuk ishlarni so'zida turmaydigan, yolg'onchi, orqadan putlaydigan, rayimsiz kishilar vujudga chiqaradi degan qarashni olg'a surgan Machiavellizm bilan zodili selishtirishga bo'lmaydi.
Yusuf Hasajib izchil adolat va haqqoniyat, axloq va insofni o'lcham qilib turib, ojiz o'rinda turadigan xalqlarni va to'pliqlarni qo'g'dash, homiylik qilish va ularning yuksalishiga xolis yordam berishni tashabbus qilgan. Biroq Machiavellining siyosiy falsafasida mustamlika ostidagi millatlarga qarata vahshiy Xitoyning zahar xandilikidan qilishmog'idek qo'rqinchli fikrlar mavjud. Masalan, Machiavelli bir millatni yo'q qilish uchun oilasini parchalash, ma'rifni vayron qilish, jamiyatni yo'qotish, sarxillarni tozalash, tarixini tamoman o'zgartirib tashlash kerak deydi. Bir qavmning milliy tarixini butunlay yo'qotganingda o'zingga bo'ysundira olaysan. İstila qilgan zaminni qo'lda mahkam tutib turish uchun o'z puhralarini turkumlab ko'chirish orqali istila qilingan xalqning nufusidan oshirish kerak. Agar uningga ko'nmasa, istila qilingan xalqni tamoman qirib tashlash kerak degan fikrlarni targ'ib qiladi.